Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi darvozamiz uстановка bo'ldik. Darvozamiz Samarqand viloyati Nurobod tumani Ulus qishlog'iga o'rnatildi. Birinchi o'rinda aytib o'tamiz, polni chang bosib ketgan, to'g'ri tushunasizlar. Endi darvoza o'rnagandan keyin polni bir qator yuvib qo'yishadi. Darvozamiz high-tech fason. O'sha ikki qavat bo'lgan, shumilchasi bo'lgan, chetlariga vibrani qo'yib, profil oltiga to'r, chetlari 10lik shveler bo'lgan. O'rtalariga shu qora nirjavaykadan qo'yib berganmiz. Ruchkalari bor. Bu yog'i zamogimiz shu Zuber zamok. Mana shu holatda tekis holatda turgan. Xizmat bo'lsa aloqa chiqarasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka uстановка xizmatlari mavjud.